Dasturlashni yoshlikdan o'rganish kerakmi? Muzaffar aka har yili yozgi ta'til paytlari yangi kasblarni o'rganishga qiziqqan ekanlar. 10 yoshlarida adalari plata yasash va kompyuter yig'ish to'garagiga olib boribdilar. ITga qiziqib qolishlari ham aynan o'sha paytlardan boshlangan ekan. Kompyuterni yaxshi tushunganlari uchun maktabda o'qiyotgan paytlari informatika fanidan olimpiadalarga ham chiqqan ekanlar. Maktabda bitirgandan keyin universitetga kirib, dasturlash tillarini o'rganishni boshlabdilar. Universitetda dasturlashni o'rganish uchun yetarli bilim ololmaganlaridan keyin qo'shimcha kurslarga borishni boshlagan ekanlar. Dasturlashni o'rganishda yana qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda, universitetda o'qiyotgan paytlarim dasturlashni o'rgatadigan kurslar unchalik ham ko'p emas edi. Shu sababdan dasturlashni o'rganish uchun yaxshi o'quv markazini topishim juda qiyin bo'lgan. Shunga bu sohani o'rganib olishimga ko'p vaqt ketib qolgan dedilar. Hozirgi paytda ITni qayerdan o'rgansa bo'ladi deb savol bersak, hozir ishlayotgan joyimning ichida UStudy degan IT akademiya ochilgan. O'sha yerda kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real proyektlar bilan ishlab, 1 yil ichida zo'r kadr bo'lib chiqasizlar. Agar o'zingizlarni yaxshi ko'rsata olsanglar, Uzinfocomda ishda ham olib qolishadi deb aytdilar. Agar siz ham shunaqa kursimizda o'qib, katta kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, unda kommentda plus qoldiring.